New traderlarga maslahat. Mana 924 ta odam bo'ldi. Qani ko'ramiz kimni qo'ldan kela oladi. Raz meni maslahatim sizlarga kerak bo'lsa va birinchisi bozor bilan birga bir qolish. Bu nima degani? Ya'ni ma'lum bir любой bitta teoriyani o'rganib olib, bozor bilan birga bir qolish degani. Например, trendoviy liniyani o'rgandingizmi, farqi yo'q. O'rgandingiz, barcha ijtimoiy tarmoqlarni tark etish. Hamma kanallar, signal kanallar, hamma tradingga oid kanallarni tark etish. Hammasini tark etish. Faqatgina investingni qoldirib, eng muhim novostilarga qarash, protsentniy stavka, non-farm и так далее, CPI и так далее. Вот и все. Kim mana shu zadachani qila oladi? Shuning uchun 90% birinchi shartdan o'ta olmaydi. Birinchi